Uzoqjon aka. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Uzoqjon aka, bu vaqtga suv olyapsiz, ikkinchi suvni. Bugun 1 sutka bo'ldi, ertaman 1,5 sutka bo'ladi. Holatga qarab tashlaymizmi yo 2 sutka qilamizmi aka? Keyin sizga bitta narsani ko'rsatib qo'yayapman aka. Bu hosil elementi juda ko'p shakllanib ketdi bu Xitoy paxtamizdagi. Bittasida bir 20 tagacha bo'lib ketyapti. Shuni boqolaymizmikin aka deb shunga bir qo'shimcha narsalar beramizmi aka? Bizni eng quvontirayotgan narsa hali o'zimiz ancha 36 5 chanaq bo'lardi. Bu ham mana shu 5 chanaq 4 chanaq aka hammasi. Shunaqa 5 chanaq 4 chanaq ko'rsanglar. Mana aka rivojlanishni boshladi. Mana shu holatda. Hozir ikkinchi suvda yaxshi ushab turib aka, 2 sutka ham 1,5 sutka ushab turib 1-iyullarga Xudo hozir chikankani rejalashtiryapman. Shu bor hosiliga chkanka qilmasak bu qo'shimcha hosilda boqa olmasa kerak deyapman aka. Bir 12 ta 15 tagacha ko'sak qilib olsak yetadi xudo xolasa. Mana shu holatda aka. Mana suvimiz oqyapti. Mana qarang, bu tabiatda bir mo'jizasi, Xudoyim bergan bir ne'mati. Juda bir yuqori hosil olamiz inshaalloh bu yil. Paxtalarimizdan mana ko'saylar aka. Yaxshi katta yeyapti. Ko'saylar 2-3 kunda ko'zga ko'rinadi. Keyin buni bitta anaqasi Xitoy urug'ini. Gullash bilan ko'saylash davri juda tez ekan. 3 kun yo 4 kunda pushti gulga aylanib qolyapti, gullagan oq gullar. Shunaqa tez ekan bu. Hozir shu ketishda bo'lsa deyapman, Xudo xolasa bir sentyabrga pishirib yuboramiz paxtani Uzoqjon aka. Mana shu holatda bizda bo'lgan holat aka. Bir mana shu 2 ashlikdan kartamiz aka. Sizga ham bir dorilarimiz effektini ko'rsatib qo'yay deyapman. Juda chiroyli. Xudo xolasa yuqori hosil olib bir dorilarimiz effektini ko'ramiz.